irqchilik mojarosi, 10 daqiqalik to'xtalish va yakunda Viniciusning javobi. Real Madrid Chempionlar Ligasi play-off bosqichida safarda muhim ustunlikni qo'lga kiritdi. Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun Benfica Real Madrid uchrashuvi, o'yindagi mojaro, taktik sxemalar va futbolchilarning baholari haqida gaplashamiz. Videoni tayyorlash uchun kechasi bilan uxlamay ma'lumotlar to'pladik. Mehnatimizni qadrlab, videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Uchrashuv Benfica stadionida bo'lib o'tdi. Mezbonlar 4-2-3-1 sxemasida maydonga tushdi. Real Madrid esa 4-4-2 ko'rinishida o'ynadi. Dastlabki daqiqalarda Benfica ancha faol edi. Madrid o'z o'yinini topishga qiynaldi va aynan shu pallada Thibaut Courtois jamoani qutqarib qoldi. Bir nechta muhim seyvlar, ayniqsa yaqin masofadan qaytargan zarbasi hal qiluvchi bo'ldi. Realning o'ng qanotida Trent Alexander-Arnold birinchi bo'limda eng faol futbolchilardan bo'ldi. Uning tezkor chiqishlari va aniq uzatmalari xavf tug'dirdi. Mbappe esa tanaffusgacha bir nechta imkoniyatni golga aylantira olmadi. Ikkinchi bo'lim boshida o'yin o'zgardi. 50-daqiqada Kylian Mbappe tezkor hujumda to'pni Viniciusga yetkazdi. Braziliyalik hujumchi jarima maydoni tashqarisidan aniq zarba yo'llab, to'pni yuqori burchakka joyladi. 1-0. Ammo gol ortidan vaziyat keskinlashdi. Vinicius hakamga raqib futbolchisidan irqchilikka oid so'zlar bo'lganini aytdi. O'yin to'xtatildi. UEFA protokoli ishga tushdi va taxminan 10 daqiqalik tanaffus yuz berdi. Vaziyat nazoratga olingach, o'yin davom etdi. Shundan keyin ham Vinicius ruhiy bosimga qaramay o'yinni tark etmadi va chap qanotda doimiy xavf yaratishda davom etdi. Endi futbolchilarning qisqacha baholari. Courtois 7/10. Dastlabki bosimda jamoani o'yinda ushlab qoldi. Alexander-Arnold 7/10. Birinchi bo'limda juda faol, ikkinchisida pasayish bor. Rudiger 7/10. Yakkama-yakka vaziyatlarda ishonchli. Dean Huijsen 8/10. Himoyada eng barqaror o'yin, havo to'plarida ustun. Carreras 6/10. Himoyada ayrim xatolar. Tchouaméni 6/10. Barqaror emas, lekin to'pni oldinga uzatishda foydali. Kamavinga 6/10. Kurashlarda qiyinchilik bo'ldi. Valverde 7/10. Yarim himoyada energiya va balans berdi. Arda Güler 6/10. Harakat qildi, lekin hal qiluvchi pas yetishmadi. Mbappe 5/10. Gol, tezkor va ruhiy bosimga javob. Umumiy o'yini kutilgan darajada emas. Vinicius 8/10. Gol, tezkor va ruhiy bosimga javob. Maydondagi asosiy figura. Xulosa shuki, Real Madrid safarda minimal, ammo juda muhim ustunlikni qo'lga kiritdi. Javob o'yini oldidan 1-0 hisobi psixologik ustunlik beradi. Savol: javob bahsida Benfica qayta oladimi yoki Vinicius boshchiligidagi Madrid ishni yakunlaydimi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.